100% ishonch bilan ayta olamanki, bunaqangi pechenyeni hali yeb ko'rmagansiz. O'zimning avtoriskiy retseptim bo'yicha shunaqangi pechenyelar tayyorlaymiz. Xullas, idishimizga elangan unimiz bilan sariyog' solib yaxshilab uqalab olamiz. Ketidan esa razrixlitel, smetana, shakar, vanilin shakari, tuxum sarig'i solib yaxshilab xamir qorib olamiz. Qorib olgan xamirlarimizni 10 minut tindirishga jo'natamiz. Nachinkasiga maydalangan yong'oq, o'rik murabbosi solib aralashtiramiz. Tinib olgan xamirlarimizni 2 bo'lakka bo'lib, videoda ko'rsatilganidek qilib yoyib olamiz. Tayyorlab olgan nachinkamizni teng 2 ga bo'lib, videoda ko'rsatilganidek qilib xamirlarimizni orasiga qo'yib, rulet shaklida o'rab chiqamiz. O'rab olgan xamirlarimizni xuddi shu ko'rinishda bir xil bo'laklarga bo'lib olamiz. Nomini aytishga ham o'ylanib turibman. Kimdirlar buni pinsep desa, kimdirlar buni pinsep deydi ekan. Xullas, o'zingizlar tushunib olasizlar. Shunaqangi pinsep yordamida xamirlarimizga chiroyli naqshlar berib chiqib olamiz. Ikkala tarafiga ham videoda ko'rsatilgandek naqshlar berib chiqib olamiz. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni listga joylab 180 gradusda 30 minutga pishirishga yuboramiz. Pishib chiqqandan so'ng ustilariga shakar upasi sepib dasturxonga tortsanglar bo'ladi. Qizlarjonlar, retsept yoqdimi? Retsept yoqqan bo'lsa o'zingizlarga saqlab olinglar va menga obuna bo'lishni unutmanglar.